ライオンとネズミ、とても強いライオンは動物の王様と言われています。Shir bilan chashqan. Shir bek kuchlik bo'lgankin, hamma hayvonotlar uni hayvonotning podshohi deb ataydi ekan.どんな動物もライオンの近くを通るときはビクビクしながらずっと歩きます。Hamma hayvonotlar Shirning yonidan o'tadigan chog'da qo'rqib turib asta mangdi ekan. ある日、ライオンは草むらで昼寝をしていました。 Bir kuni Shir o't cho'plarining tubida uxlab turibdi. ところが、一匹のネズミがおっかと間違えて、ライオンの体に駆け上がってしまったのです。 Dar shu chog'da bir chashqan uxlayotgan Shirni do'nglik deb o'ylab qarab, Shirning tubidan yugurib qarabdi. 誰だ、そこにいるのは。 O yerda turgan kim o? 目を覚ましたライオンはしめの先でネズミを捕まえました。 Ko'zini ochgan Shir tirnog'i bilan chashqanni tutib. ネズミはガタガタ震えながら何度も倒れました。 Chashqan g'ilg'il tutilib turib, necha qatimmo kechirim so'rabdi. どうか許してください。いつかきっとあなたを助けます。 Meni qo'yib berib turing. Bir kuni chuqum sizni qutqizaman. ネズミの言葉にライオンは大笑い。 Chashqanning gapini anglab, Shir bek kulib ketibdi. 指ほどのちっぽけなお前がわしを助けるだと。なんか知らないやつだ。 Barmog'imni chiriklik kichiksan, meni qutqizaman demsan, toz ahmoq bo'lmagansan. ライオンは呆れてネズミを離してやりました。 Shir chashqanni qo'yib beribdi. ある日、ライオンはうっかりして漁師の罠にかかってしまいました。 Bir kuni Shir tuyuqsizla ovchining to'rig'iga tutilib qolibdi. 強い力で暴れれば暴れるほど網が絡みついていきます。 Qutulay deb kuchaysimi, tig'imdanmi to'r chilmishib ketibdi. そこに現れたのはあの時のネズミでした。 Aşağı paydo bo'lgan, buni oldida qo'yib bergan chashqan ekan. そしてネズミは網を噛み切りライオンを助けたのです。 Chashqan o'tkir tishi bilan to'rni uzatib, Shirni qutqizib beribdi. ライオンは感心してネズミに言いました。 Shir chashqanga qarab turib, bundoq debdi. 小さなお前にそんな力があるとは世の中を知らなかったのはわしの方だったよ。 Kichiksandimu, undami kuchim bor ekan-a? Haqiqiy ahmoq men ekanman, dedi.